Yo, hammaga salom, sizlar bilan Maestro Mik va yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz nima qilmoqchi edim? Yo, stop. Rostdan nima qilmoqchi edim? Короче, bir nima qilamiz-da. Men podvalga olmoqchi edim bugungi videoda da. Hozir sizlar bilan biz podvalga olamiz. Okay, nice. Xo'sh, bizga kerak bo'ladi kirka, sapor, lopata. Yo, stop. Bizga qilinch bilan lopata kerakmas. Yo, bizga tapor kerak emas, lopata kerak, chunki biz yer tayinni kovlaymiz. Yerda kovlashga bizga albatta lopata kerak bo'ladi. Xo'sh, okay. Bizda nimaga hozir birinchida bo'lib polizlar tozalaymiz demayapsan desanglar, bizda polizlar hali o'sgani yo'q. Necha kechroq o'sib qolsa, bularni ham albatta tozalab chiqamiz. Xo'sh, yaxshi. Salom qishloqqa, nima gaplar bo'lyaptimi? Ishlar tushyaptimi tishlar? Millioner kelibdimi? What the fuck? Strovik, nima gap? Kartoshkalarni yaxshi ko'raman. Nima qilmoqchisan endi? Men hozir mana shu yo'lga bitta podvalchani moslashtirib ochavermoqchiman-da, shunga nima maslahatlar berasan? Yo, what the fuck? Mana bu yo'lni qara. Yo, sirli podval topib oldim. Merda boribman. Sana короче, jitil miyasi aynigan darmayet. Короче, mana shu yerda men wow! Yuzlichi darmayet degan so'kinish bas, tag'in men so'kdi deb yurmagin. Bilaman, bekorchi degani. Lekin qanaqa podval bo'lishi mumkin? Ichida balkim xazinalar bordir. Серьезно, да, rostdan ham xazinalar bo'lishi mumkin. Давайте tushib ko'ramizmi? Lekin millioner hasad ko'zi bilan qarayotganga o'xshayapti, cho'ta. Ko'zi tiyib tag'in oyoq-oyog'imiz. Yo, bunachilar mana bu yerda ham bitta joy bor ekan. What the fuck? Yo, qamoqxonami nima bu? Yo, menimcha eski odamlardan qolib ketgan qamoqxona bo'lishi ham mumkin. Da, может bo'lishi mumkin. Lekin mana bu yerda qora, qizil bilan qora. Yo, mayli obunachilar qizil rangda ekan deydi. Mayli necha obunachilar bu yerga kirmaganimiz yaxshi, cho'ta qamoqxonaga o'xshagan. Yomon joyga o'xshayapti. Undan ko'ra tinchgina o'zimiz podvalimizga tushamiz, to'g'rimi qishloqqa? Menga ham qiziq, balkim xazina bo'lsa biz 50 bo'lishamiz. Okay? Yo'q, senga men xazina beradigan jinniga o'xshayapmanmi? Men hamma pulni o'zimga olib qolaman-da, seni o'zimga qul qilib ishlataman. Ili bor yo'qol, ekinlarni terib qo'y desam, ekinlarni terib kelasan, okay? Tariqani aniqda o'ylab işte. Menga nima deyapsan? Birga bir aqlingami? Yo'qoli, men solishmayman. Jetalarni qo'li yopishganini bilib turib, ataylab shu narsa olib beryapsan-a? Da, sizlar qo'ldan aytgancha unaqayu, aytgancha ajrash uchun bir adminlar ruxsati kerak-ku, lo'qda bular o'ynachilar. Vashi o'zidan ketib boryapti-yu. Men hammasini eshityapman. Eshitayotgan bo'lsang, menga nima? Sendan qo'rqadigan joyim bormi? Xo'sh, короче, mana bularni tozalab tashlaymiz va ichida nima bor ekan? Ichida men hech narsa ko'rmagandek bo'ldim-da, hech nima yo'q. Quruq podvalga o'xshaydi. Может, balkim mana bu yerda biror narsa, yo'q, bu yerda ham hech nima yo'q ekan. Menimcha, mana bu tepada turgan qishloqqa o'xshagan birorta bekorchi odam biroz takkovlab qo'ygan bo'lsa kerak. Может bo'lishi mumkin. Avvallari birorta bir xazinalar, lekin albatta hozirgi kunda kelib bu yer bo'sh bo'lib qolgan kimdir xazina yashirgan bo'lsa ham o'zi bilan olib ketgan. Harakat bosib bizga meros qilib qoldirmaydimi, to'g'rimi Jitil? Da, shuni aytmaysanmi? Aytmaysanmi? Charchab ketdim, to'g'risini aytsam. Yo'q, просто так bomba. Mayli, sal-pal bo'lsa ham ishim yengillashdi. Sababi men shu yerdan endi kovlab o'tirmayman. Tayyor kovlangan joy bor, shunda podvalchani kovlayman. Hozircha men shu yerga kovlab qo'yaman. Может, balkim bu yerga kechqurun deyman, yozda banka bekitamiz. O'sha banka bekitganda mer bizga beradi-yu, banka bekittirib shahardan olib keladi-yu, shu bankalarni ichida murabbo balobatlarlar. Men shu podvalga solib qo'yaman-da, eslichi. Senga mazara, mana bir podval kovlasam ekan-a. Xohlasang podval kovlab berish xizmati bor, atiga $100. Tariqani aniqda o'yna. Nimalar deb tashlab olsam, meni qo'lim oltindan yeb, seni cho'tib bir Octagonga birorta joyga chaqirib bormasam. Bu qishloqda qaysi uyga joylasam ekan? Hamma uy batga o'xshayapti-da. Mana shu Estromik ham bir nimalar qilib yuribdi-da. Janob, uylar band, to'g'ri, lekin hozirgina Estromik podval topdi. Xohlasangiz o'sha yerni gaplashsangiz, biz ikkalamiz u yerga oltindan bloklar qo'yib almaslik joylar qilib takusizga uy qurib berishimiz mumkin. Lekin Estromik birovga bir narsa tekinga beradigan odam bas pulga berishi mumkin, lekin pul ishlatmay qamayli chiqmagan joydan gaplashib ko'raychi. Xo'sh, yaxshi, hammasi easy ketyapti. Millioner, nima gaplar yuribsanmi? Tinchmasam bo'lyaptimi ishlar, tushyaptimi ishlar? Короче, Estromik nima gap? Sada bir maslahatli ishimiz bor edi, shuni kirishni desang. Короче, bitta narsa so'ramoqchi edim shu. Короче, mana shu yerni menga bermaysanmi? Yo'q, hali senga bermayman, tekinga teng bo'l. Sanday odamga tekinga bermayman. Bo'pti, ko'ramiz.
Подписчикlar shuncha boy bo'lib turgani tekinga so'raydi. Xatiye normalniy pul taklif qilganda ham berib yuborardim. Loqsanda hozirgina bankka ketmoqchi edi u betga. Pulga almashaveramiz, eslichu. Mayli necho? Aytdim bo'lsa ahmoqlarga bermaydi desam o'zlari anor qilib aqliga savolasanlar. Janob, xohlasangiz men gaplashib kelaman, birdaniga rozi qilib kelaman. Qo'lingdan keladimi? Kanashinada hozir ishni bitirib kelaman, 5 daqiqa kutib turing. Ha, endi bankalarda ham balkim atmay bo'lib ketishi mumkin, balkim mer bermasligi mumkin. Chunki pulga sotaverish kerak. Kim endi bu? Assalomu alaykum, nima xizmat? Assalomu alaykum janob, mana shu yerda короче bir sizga vashi ko'p pul bersam, mana shu yerga biz narsalarimizni qo'yib tursa, shunga nima deysiz? Ну, qancha berishingizga qarab, ataki, ну, mayli farqi yo'q. Men bu yerda ham xona bor, takoy. Mana bu o'rtadagi bloklar ikkitali baquvvat qilingan. Bo'lmasa hozirga ko'ngildan chiqarib beraman, mana ola qoling. Yo'qmi, muncha ko'p. O'tapa 2 stak dollar. Olasiz mana. Yo'q, bo'ldi, yetadi. Yo'qmi, 4 stak dollarmi? Seriozmi? Da sizga bo'ldi, narsalarni qo'yaveringlar. Bo'ldi, sizlarga o'sha bet narsalarni qo'yaveringlar. Okey, tushunarli. Qishloqqa, короче, bankalar atmay ham yeringga ham aytib qo'y. Eslicha bu qishloqni men yaqinda sotib olishim ham mumkin. Va ataki, olib kelsang, senga buni pul ishlash hali yo'qsan, senga hali bor. Eslicha qishloqda ham sotib olamiz, boshqa joyda ham sotib olamiz. Qo'liga 4 stak tushgan do'sting. Nima deyapsan? 4 stak emas, bu 4 stak dollar turadi, oddiy 4 stak emas bu. Просто tushunmaysan-da, mana boylarning strategiyasini tushunmaysan-da, sen omadsizsan, tug'ma omadsiz tug'ilgansan. Tashi men omadli tug'ilganimda seni ustingdan yurib ketyapman-da. Короче, bor anaqda o'yna. Men pulim ko'pligini ko'ryapsanmi? Vashshi bankalarni ham atmay qo'ygan. Men uni banka konserva yeb yurmayman. Men to'lka steak go'shtlar yeb yuraman. Mayli, necho bizga 1 dollar hechdimi bas, tushundingmi? Biz shunday yo'q qo'ygan 1 dollar bas, bular donasi 100 dollar aytgancha qana 1 dollar. Bor-yu qalay anaqa o'ynagani yetil vashshi asab buzorya. O'z qishloqni sotib olishim mumkin, asab buzilganidan подписчикка kelga o'zgina dam olaylik pullar. Xo'sh, dollarlarni mana shu yerga solib qo'yamiz. Okey. Давайте, men taqar-tuqur bo'lyapti. Nimadir cho'tni narsalarni olib kelgan bo'lsa kerak. Nima? Mana bu yerga o'zi sharoit qilyaptimi? Yo'lda to'sib qo'yibdimi? Tem bo'li bizni men yuradigan doimiy yo'ldami? Ekin qo'limga qarab o'taman. Tushunmadimi? Nima qilyapsanlar bu yerda? Nima u mashinalar olib kiryapsanlar? Cho'ta ko'chib kelganga o'xshayapsanlar. Men bunga kelishmadim. Sizlar o'zingcha nima ketib qo'yapsanlar? Mana bu gelikda nima u? Qizlarga bermoqchimisizlar? Nima qilmoqchisizlar bu yerda o'zi? Короче, bizniki bu yer, biz sotib oldik-ku senda. Endi qanaqa sotib olasan? Nima sen o'zingga ketib qolsan, uchib ketib olsan, yozuvchimisan shunaqangi. Nima bo'lyapti senga? Asabni buzib yuborsan, o'zingdan ketib olsan, o'z basharing bitta-ikkita qo'yaman. Mana bu yerda yotasan, davay birga bir aqlingni jidda nima qilyapsan? Haqiqiysimi mana u? Yo'qmi, buni qo'nitsa o'tirishman. Men urziy bu diyobiga borib kelishdi. Olaman milliarder. Yo'q ekan. Tosh varnimdan nima o'tiribsan bu yerda? Tosh soqchilar qarasalar. Soqchilarni chaqirmay turibman, divan. Mana shu boshini qo'yarib baribir sakraylik. Nima qilyapsan? O'tmana qishtirmik. Короче, nima bu yerga narsalarni qo'yib olding, o'zingdan ketib qo'yapsanmi hozir? O'z narsalarni olasanlarmi yo'q? Yo'q, olmaymiz. Qalay tushunding? Birga bir ko'raman, birga bir ko'raveramizmi yoki? Bor aniq to'yni. Nimalar deb tashlab hozir. Bular nima dedi? Hozir menga bor aniq to'yni dedimi? Hozir men ko'rsatib qo'yaman. Bularga o'z kuchini yig'ishtirib ketib. Vashshi tushunmadim boru. Bular vashshi asabni buzib yuboryapti. Yo'q, men tushunmayapman. Meni kimni bo'ylayapti? Hozir pullarni ham qayta. Yo'q, qaytarib bermas ekan. Men hazillashibman. Yesincha qaytarib bermayman. Atak hozir yomon ish qilaman-da. Aniq ketmaysanlarmi betdan? Hozir vashshi yo'q qo'yaman shu onsanlarmi? Bilganingni qil, baba ketmaymiz. Mana ikkala kartoshkani yeb turganda zaharlanmaganmi? Yo'q, zaharlanmagan. Hozir men buni ko'chingni yig'ishtirib ketdim, o'zim yig'ishtirib beraman hozir. O'lmaslar, o'rniga boshqa qo'yishga bemalol qurbimiz yetadi, qo'rqmaymiz senda. Yo'q, seriozni qo'rqmaysanlarmi? Yo'q, umuman qo'rqmaymiz. Yo'q, shu o'zinglardan ketib yuborsizlar, hozir ko'rasizlar. Подписчикlar biz bular o'zicha o'yinchoqni bo'ylayapti. Shekilli meni kimni bo'ylayapti bular? Shu o'zidan ketib yuboryaptimi? Yo'q, hozir men bu yerda mana
omborxonamda ikkinchi uyimda mana bunaqa gazli narsalar bu anti deb nomlangani bilan tak bu yomon keyin bizda mana bunaqangi opoqiston qolgan revolver ham bor. Ashshi cho'tkilardan bor. Hozir bular kunini ko'rsataman joninglar. Bittada yo'q qo'raman joni. Uchirib ketkizib yuboraman. Ashshi bor-ku. Просто o'zidan ketib qolibdi. Bular ashshi подписчикlar, obuna, like, kommentariy izildan chiqmasin shu joy uchun. O'sh aniq ketmaysanlar, turing qilqimingni o'yna. Qumchisanlar o'ynaysan. Hozir ko'rasan. Shu gapingga ham ko'rasan. Shu gapingga aka ko'rsatmasam, mujik bezman. Hozir. Nima bo'ldi? Tom buzilib ketdimi? Men millioner senga. Buncha sassiq. Ochila soqchilar ketinglar. Korоче, ketasanlarmi yo'qmi yo'q? Yo'q, ketmaymiz. Qolish, o'qizishyapti, janob millioner chiqi. Hozir masalan ko'rsatib qo'yaman dedim. Ketadi hozir. Подписчикlar jim turinglar. Soqchilar olib chiqinglar, boshdan olib chiqinglar. Bo'ldi, ketamiz. Estirolmaydi. O'ziga qo'raversan, jin ursin. Padvani ham uyi ham boshdan hozir. Da, вот именно bo'ldi, ketishyapti. Bo'ldi, подписчикlar ular ketishyapti. Biz maqsadimizga erishdik. Keyingi videogacha xayr. Albatta kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyaga izohingizni yozib qoldirish esingizdan chiqmasin. Let's go.